Assalomu alaykum, Islom Ustos kanali a'zolari, hurmatli obunachilar. Bugungi manzilimiz Quvaga bo'ldi. Xudo xolasa 4 metrlik darvozamizni o'rnatdik. Sizlarga ma'lumot qilib beramiz chiroyli qilib. Darvozamizni bozlari 10 ga 10 profildan bo'lgan, 2,5 stena. Ishlarimiz 2likdan bo'lgan, polni profillarimiz chetlari 8 ga 4 bo'lgan. 1,7 stena profillarimiz polnisiga 1,7 bo'ldi. Pastlari ham 2 qavatli to'liq. Eng past qismi shivler bo'lgan, tepa qismi 70 sm alohida ochilmaydigan bo'ldi. Kraskalarimizga ham xudo xolasa javob beramiz. Albatta gruntovkalar urilgan, chiroyli qilib mukrasva kraskalar urib, romlarga moslab berdik. Kraskalarni xudo xolasa rasa quyoshga betga ekan, Quvaga o'tganlar asosiy yo'lda ko'rsatilgan bo'ladi. Zamovlarimiz har doimgidek zo'rg'onga qo'yib berdik. Zamovlarimiz ham xudo xolasa behijolat ishlarimizga kafolat beramiz. 2 chaspaklarimiz ham qalindan bo'lgan aka-ukalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Darvozani ochib ko'rsataman. Mana darvozani ochilgan holati. Darvozamiz to'shni o'rniga keldi. O'rniga ochilishlari hamma yo'q cho'tki bo'ldi. Orqa tomonlari har doimgidek sentr zamon. Bosh bola ham ochib yopsa bo'laveradi. Tepa qismini ham setkalarga bitta baho berib qo'yaverasizlar. Setkasi ham o'ta chiroyli chiqdi xudo xolasa. Orqa qismini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mana orqadagi holatlari, kraskalari, boshqa moshqalarni ham polni 36 ligidan qo'yib berganmiz. Juda ko'pchilik shunaqangi katta darvozaga ham 22 ligidan qo'yib beryapti. Biz oddiy eshigimizga 22 lik o'sha-moshqa qo'yib berdik. Zamoklarimiz 5 talik zamok. Eshigimizning razmeri 90 sm ochiladi. Bu yog'i 280 ochiladi aka-ukalar. Buni narxi 1 kvadrat metri 1,250 ming so'mdan 1,100 mingdan ham chiqadi, 1,250 mingdan ham chiqadi. Xudo xolasa bu polni 8 ga 4 bo'lgani uchun, bruslari 10 ga 10 bo'lgani uchun, listlari polni 2 lik bo'lgan. Shuning uchun aka-ukalar kvadrat metri 1,250 ming so'mdan общий summasi 19 million yo'qqa o'rnatdik. Like bosib qo'yasizlar. Darvozamizni orqaroqdan bitta ko'rsatib beraman. Ochilib yopilishlari ham yo'g'i cho'tkisiz, faqat meni o'zimni oldimga solib videoda. Yo'qsa like bosinglar, kanalimizdan uzoqlashmanglar aka-ukalar. Charchamang.